Bu ishlarni rastilla tashqi plan odamlar qilganmi? Dunyoda nurg'ulg'an sirliq ishlar bor. Buning ichidagi birisi bo'lsa, dal bug'doyliqdagi g'alati chambar voqeasi. Bu chambarlarning g'alati bo'lishiga sabab ular murakkab qurilmani ifodalagan. Undan boshqa soni va ko'lami bakli cho'ng. Hatto bir kechada tuyuqsiz paydo bo'lib qolgan. Shu sababdan nurg'un kishilar buni odatdagi odamlar qilolmaydi. Bu tashqi plan odamlarning bizga qoldirgan ma'lum signal bo'lishi mumkin deb qaragan. Undaqda bu rastilla tashqi plan odamga qoldirgan ma'lum signalmi yoki ma'lum kishilarning qasddan qilgan o'yinimi? Eng yangi kino teatrlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Leglik 66 saloniga egishib oling. Oylik a'zolik oralda 1.9 mi? 1678-yili Angliyalik bir dehqon o'zining teriqchilik qilgan etizligini aralayotganda bug'doylikdagi bug'doylarning nihoyat radlik holda yetib ketganligini hamda ma'lum xil shaklni hosil qilganligini bayqab qattiq qo'rqib ketgan. Shundan keyin kishilar orasida kashkirishi bilan bir g'alati narsa bug'doylikda paydo bo'ladi ekan. Bu narsa bug'doylarning mushundaq radlik yotqizib g'alati shakl chiqaradi ekan degandek g'alati gaplar tarqalib yurgan. Dastlabda kishilar bu ishga ancha diqqat qilib ketmagan hamda bu bir necha odamning bizni qo'rqitish uchun qilgan bir bema'ni chaqchiqi deb qaragan. Ammo 20-asrning 80-yillariga kelib fan texnikaning taraqqiy qilishi bu xil ishlarning keyin ko'plab yuz berishi hamda texmo murakkab shakl oltini paydo qilishiga ergishib, bu ish butun dunyoda g'ulg'ula qo'zg'ab ketgan. Shuning bilan nurg'un kishilar bu yerda kecha apparat qo'yib tekshirish ilib borgan. Hatto ba'zida men ishdan nursimon narsa uchib keliblar keyinda mushkil shakllar paydo bo'lib qoldi. Bu tashqi plan odamlarning qilgan ishi degandek gaplarni taqatgan. O'ylamagan yerdan bu gapga nurg'un kishilar ishongan. Keyindan ishlar texmo murakkablaşib ketgan. Shuning bilan 1991-yil 9-oyning 9-kuni Angliyalik ikki san'atkor tuyuqsiz axborot vositalari orqali necha 10 yilning yoqi shakllangan bug'doylikdagi g'alati chambarlarni biz yasagan, bu bizning inchiklik bilan planlab qilgan ishimiz degan. Bu xabarning tarqalishi bilan nurg'un muxbirlar ularni bu xil shakllarni qayta chiqarib beqishga buyurgan. Bu ikki dongli san'atkor rost degandek ularning oldida bu xil chambarlarni yasab chiqargan. Ammo ular oddiy shakllarni nihoyat qo'pol, ko'rimsiz holda shakllantirgan hamda murakkab shakllardan bevosita voz kechgan. Uning ustiga Angliyada bu xil g'alati chambarlar intayin ko'p. Faqat ikki odamga tayinib buncha ko'p murakkab shakllarni bir kechada paydo qilish aslo mumkin emas. Shuning bilan eng oxirida ular bizning bu ishni qildik deganimiz yolg'on deb yolg'onchilikni e'tirof qilgan. Bu ishmi qayta sirliq tushib kirib ketgan. Uzun o'tmay tekshirish atrofida eng dastlabki g'alati chambar qarta naq maydon tekshirish ilib berib g'alati ahvollarni bayqagan. Masalan, ular chambardan nihoyat ko'p miqdordagi radiatsiyaning izini hamda sunib ketgan bug'doylarning odamning dastlab qilgan yoki yog'och bilan qilgan ish emas ekan degan. Uningdan boshqa bug'doylar naq bo'g'in qismi bor joydan egilib ketgan. Bu joyda hatto magnitlik kichik metallarning borligini bayqalgan. Keyin 1994-yili dongliq biologiya olimi William g'alati chambar shakllangan shu joydagi besilgan bug'doylarga qarta tekshirish ilib borgan. Hamda bug'doylarning oz miqdordagi radiatsiya sababdan o'xshash joydan sunganligini bayqagan. Keyin u bir bug'doylikning mushu bo'yicha sinov qilib intayin radlik holda chambarlarni shakllantirgan. Lekin burunqi g'alati chambarlarda bu xil radiatsiyaning shakllanganligiga hamda nemish ularda magnitlik metallarning borligiga aniq javob berilmagan. Bundan qarta kishilar o'zining fikrini deb bu balkim kichik quyun yoki chaqmoq shakllantirgan ish bo'lishi mumkin degan. Lekin shamol va chaqmoqning keyni-keynab bunday radlik holat shakl paydo qilishi yana mumkin emas. Bu xil g'alati chambarlar ichida eng donliqi 2008-yil 8-oyning 13 kuni shakllangan g'alati shakl bo'lib, ayni chaqda bir kun avval qattiq yomg'ir yoqqan. Ko'rish nuqtasi hatto necha metrga yetmagan. Ammo mushundaq nachar havo sharoitida atsi yana bu xil g'alati hamda shakl murakkab chambar shakllangan. Garchi hozir shakllangan bug'doyliklardagi g'alati chambarlar ichida 99%ning insonlar shakllantirgan narsa ekanligi isbotlangan bo'lsa-mu, lekin qolib qolgan shu 1% yana insonlarning o'ylantirib kelmaydi. Lekin biz ishonamizki, bu sirliq 1% mo yana bilim tarafidan oshkorlanadi.